Dam olish kuni boqqa chiqdim o'ri yeyishga. Mana o'riklarni ko'ryapsizlarmi? Buni mazasini ta'riflashga til ojizda. Mazza qilib odam dam oladi. Atmosfera ham boshqacha. Bu odam mana shunaqa suvlar oqib turadi. Mana shu bog'i chekkasi bilan polniy mana shunaqa o'riklar ekilgan, har xil sortidan. Mazasiga gap yo'q. Dam olish kunlari kelib, to'g'risini aytsam mazza qilib ketaman. Miya ham dam oladi. O'riklarni ko'ryapsizlarmi yaltirashini? Mana shu o'rik yegim keldi-da, vashshe boshqacha ekanda. O'rikga qaranglar dahshatligini. Bu ham bitta ne'matda. Dochasini yeymiz, pishgandan keyin mevasini yeymiz, quritib mag'zini yeymiz. Gap yo'q. Dahshat mana qaranglar. Mazasiga ham gap yo'q. Butun umr yashab, butun umr o'rganamiz, bir kichkinani, bir kattani gapiga quloq solamiz. Joninglar sog' bo'lsin.